Mana hurmatli obunachilar, sog'ilib bo'ldi. Xudo xolasa mana. Turavering endi. Mana aziz obunachilar, xudo xolasa mana ikkinchisi sog'ilyapti mana. Shularga ham e'tibor beringlar. Muncha. Assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari, qadrli obunachilar. Mana bugun xonadonimizda 2 yosh bolasini ovozlaridan xudo xolasa yangi tuqqan. Bolalari tug'ilganiga mana o'sha bugun 2-kuni, mana o'sha 3-kuni bugun. Mana dimlani netgani yo'q. Ikkovi ham o'g'izda. Hurmatli obunachilar, sizlardan bittadan like, obuna bo'lib qo'ysalaring, kundan kunga chiqarayotgan videolarimizni ko'rib boraverasizlar. Xudo xolasa mollarimiz yuvosh, chap o'ng tanlamaydi. Ikkovini ham bolasi xudo xolasa novvoz. Mana tutuylari ertaga soqqanda ham maza qilib sog'asizlar. Kennayalarimiz, opalarimiz, singillarimiz xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, hozir sog'ilish jarayonlarini ko'rsatib beramiz. Tur apparatidan tushishlarni ko'rsatib beramiz, yumshoqliklarini. Xudo xolasa bu xunajinimiz ham sotiladi. Mana qiziqqanlarga bo'lsa, tug'magan xunajin 23 million so'm kami bor. Bularda xudo xolasa o'zimiz vodiyga 31 million so'mdan xayr yo'l bilan qilib beramiz. Kami bor. Kelishilgan holatda vohaga agar jupini olaman desa, dastavkasini o'ylashmay qo'yaveradi. Agar dona-donaga nima qilishsa, kelishilgan holatda qilib beramiz. Endi hozir sizlarga sog'ib netib ko'rsatamiz yuvoshliklarini. Xudo xolasa mana shu 2 yosh sigirimizni hozir ko'rasizlar. Mana endi bolasini qonni to'q, endi salga idirib ko'rsatib nimasini mana mollamiz ko'vshanib mana turibdi. Mana sog'ilishlari. Yeminlari ham yumshoq. Yeminlari ham yumshoq. Arqalarini nima qiladi? Tur apparati ishlaydi. Ha. Orqadan. Mana shuni sog'ilib olsin qoplarni. O'g'izda mana bolalari bo'sh turib ko'rib turibsizlar mana. Mana hurmatli obunachilar, sog'ilib bo'ldi. Xudo xolasa mana. Turavering endi. Bering. Ha. Aziz obunachilar, mana xudo xolasa bunisi sog'ilib bo'ldi, endi bunisiga navbat. Mana aziz obunachilar, xudo xolasa mana ikkinchisi sog'ilyapti mana. Shularga ham e'tibor beringlar. Muncha. Ikkovini ham bolasi bo'sh. O'g'izlari sog'ilyapti, hurmatli obunachilar. Suti ham yog'-yog'li. Mana hurmatli obunachilar, mana ikkinchi molimiz ham sog'ilib bo'ldi. Mana xudo xolasa. Turavering. Bir xilda. Xudo xolasa, mana bolalarning ovozi. Xudo xolasa like va kommentariy yozib, obuna bo'lib qo'ysalaring, kundan kunga chiqarib borayotgan videolarimizni kuzatib boraverasizlar. Kuzatib borayotganlar uchun yana bir bor rahmat.